Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Kompot va men yeni videorolikimga xush kelibsizlar. Men bugun hozir tun qishlog'imizda yarim kechasi men nimagadir noxushlikni sezyapman, ya'ni g'alati bo'lyapti bu tun. Xo'p, o'shaning uchun men turib olganman hozir. Tekshirish uchun maqsadida sizlar esa videoga like bosinglar va kanalimga obuna bo'linglar. Xo'p, obunachilar, meni qanaqadir g'alati his sezyapman. Nega desanglar, meni kimdir uzoqdan kuzatayotgandek tuyulyapti menga. Xo'p, yana bir bor uxlab ko'rishga harakat qilaman, lekin hozir bitta videoni ko'rib olishim kerak. Mana bu yerda qaranglar. Xo'p, men shunday qilib almos topganman va bu yerda almosni qazib olayotgan paytim esa qanaqadir kimnidir ko'rgandek bo'ldim mana bu yerda va u to'satdan g'oyib bo'ldi. Men esa qayerga ketganini anglay ham olmay qoldim. Obunachilar, ko'ryapsizlar? Menda ham hozir xuddi shunday tuyg'u bo'lyapti. Ya'ni meni orqamdan kimdir kuzatib yurgandek, sharpami, aruqmi, kimdir kuzatib yurgandek bo'lyapti hozir. Xo'p, men yana almozlarimni qazishga tushib ketganman va o'sha paytda hozir men uxlab ko'rishga harakat qilaman obunachilar. Unda sizlar videoga like bosinglar va kanalimga obuna qo'yinglar. Ko'ryapsizlar obunachilar, meni kimdir kuzatyapti mana shu yerda. Mana shu videoda. Xo'p, hozir nima qilishga ham hayronman. Ko'zimga allaqanday narsalar ko'rinyapti. Nimadan bo'lishi mumkin? Qaranglar, tashqarida hozir qorong'u, yarim tun. Eshigim qulf. Hech nimadan xavotir olmasam ham bemalol yotaman. Xo'p. Telefon kelyapti menga. Alo. Kim bu? Alo, javob bering. Alo. Hech kim javob bermayapti obunachilar. Qiziq. Nimaga qo'ng'iroq noma'lum raqam deb qo'yilibdi? Kimdan bo'lishi mumkin obunachilar? Tasavvur qilolmayapman. Va undaman. Uxlayman. Soat necha bo'ldi? Soat 9 bo'libdi-yu, uji. Hammaga salom, sizlar bilan men yana Kompot. Xo'p, ertalab bo'libdi uji obunachilar. Soat 9 o'tibdi. Va men kech qolibman, eshigim qulf ekan, yaxshi. Xo'p, men hozir ketmonimni olib bir Samarqandga qarashim kerak. Hozir mayli. Ochamiz va what the fuck, tuman qishlog'i. Salom qishlog'i, nimaga bizani qishloq tuman? Bilmadim, Kompot, mana kelsam shunday tuman ekan. Qiziq. Mayli, bu ishimni davom ettiray qolay. Mayli. Xo'p, yaxshi ekanmiz. Stop. Bu nima? What the fuck? Hey, kim bu? Alo, javob beringlar. Jentelmenga prank qilyapsanmi? Alo. Kim edi obunachilar hozirgi ko'rganim? Qiziq obunachilar. Xo'p, panika qilmaymiz. Mayli, bir loy jentelmenga prank qilyapti. Qanaqadir tuman. Tumanga qaranglar, qalinligini. Mayli. Panika qilmaymiz obunachilar, Panika bizga yarashmaydi obunachilar. Xo'p, men ishlarimni ham qilib bo'ldim. Bir mer yoniga o'tib kelsamikan deyman. Har ehtimolga qarshi hozir men qilchim olaman. Oldim. Mer yoniga o'tib kelaman. Merdan nima bo'lyapti? Nimaga bunaqa menga ko'zimga ko'rinyapti deb so'rayman. Bu kim? Yana o'sha odam. Menimcha bu qishloq emas, prank emas. Qanaqadir meni kimdir kuzatyapti. Mer kirsam maylimi? Kiraver, Kompot. Nima xizmat?
Mer, men ko'zimga qanaqadir arvohlar ko'rinyapti. Nima qilsam bo'ladi, mer? Qanaqa arvohlar bo'lmagan gap bu. Qanday ishonyapsan sen bularga? Bilmadim, meni ko'zimga ko'rinyapti-da. Bilmadim. Bu panika qilish kerak emas-da ukam. Bilaman, men ham panika qilish kerak emasligini. Meni ko'zimga ko'rinib ketyapti. Nima qilsam bo'ladi? Voy, palakat. Nima qilsam bo'ladi, Jetel? Bilmadim. Bilmadim. Ukam panika qilish kerak emas-da. Qanaqa panika? Men o'zim qo'rqib ketyapman, panika qilish kerak emas deysan, Jetel. Mayli. Qanaqasiga? Yo'q. Mana obunachilar, yana o'sha. Va mana Jetel yana o'sha nima? Meni qo'rqitayotgan shaxs. Qanaqa men ko'rmayapman-ku. Mana o'sha shaxs. Qani? Men ko'rmadim. What the fuck? Sen kapot jinni bo'lyapsan, sen o'zingni o'qitib. Qanaqa o'zimni o'qitish? Men ko'rdim, sizlar ham ko'rdinglarmi obunachilar? Lekin men ko'rdim, mana bu yerda o'tirganini. Lekin men ko'rdim. Jetel nimaga ko'rmadim? Men hayronman. Genial obunachilar. Nima qilsam bo'ladi? Mayli. Hozir o'zimga kerakli bo'lgan narsalarni o'g'irlaman. Hammasini o'g'irlaman. Meni izimdan kimdir ta'qib qilyapti. Men bu yerdan ketaman hozirchalik va keyinroq qaytib kelaman. Tezroq bo'lish kerak. Qanaqa yoqqa ketsam ekan? Tezroq. Yo'q, bu yoqqa emas, bu yoqqa. Tezroq yurish kerak. Mana obunachilar kelib qoldim. Mana yana o'sha narsa. Obunachilar, menimcha xavfdan qolman. Meni hech kim topolmaydi bu yoqdan. Meni kuzatib yurgan shaxs ham. Xo'p, obunachilar, meni ryukzagimda kerakli bo'lgan narsalarim bor. Meni telefonim kelyaptimi? Yo'q, o'zim kelmayapti. Qayerdan telefon ovoz kelyapti? What the fuck? Qiziq. What the fuck? Nima bu? Telefon. Alo, kim bu? Kapot, sabırsan. Da, kim bu? Yo'qol, apapuviyni meni qo'rqityapsan. Obunachilar, bu kim bo'ldi? Meni izimdan quvib yuribdi. Yo'q. Yomg'ir ham yog'ardi. Boshpana topishim kerak. Mana qo'l bor ekan obunachilar. Yaxshi, mana shu yoqqa tushib olamiz. Hozir obunachilar. Tak, yorug'lik qilishga ham narsa yo'q. Nima qilsam bo'ladi? Tak. Obunachilar, tezroq. Obunachilar, qo'rqib ketyapman. Yo'q, qiziq bo'lyapti juda ham ishlar. Yo'q, kim bu? Meni orqamdagi? Chiq, orqamdagi. Kim bu? Yomg'ir yog'yapti. Obunachilar. Juda ham qo'rqyapman, lekin obunachilar. Yo'q, nima bu? Yo'qol. Bu nima? Nima bu? Nima bu? Obunachilar, nima bu? Juda ham qo'rqyapman, obunachilar. Nima edi bu? Obunachilar, nima bu? Obunachilar? Yo'q, nima bu? What the fuck? Qanaqa o'yinchi 404 o'yinni tark etdi? O'yinchi 404? Qanaqasiga bu maxluqmi? Nima bala bu? Obunachilar, mana shu narsa kuzatib yurgan ekan 3 kundan so'ng. Xo'p, hammaga salom, sizlar bilan men Kapot va meni yangi videolarimga xush kelibsizlar. Havo yaxshi, qishlog'imiz tinch va nihoyat obunachilar 3 kun oldin esa meni 404 kuzatib yurgan edi. Xo'p, yangiliklar. Qanaqa yangilik? Qishloq va bizning serverimizga, ya'ni 13-qishloqqa 404 maxluqi qo'shilibdi.
Ha, 3 kun oldin qo'shilibdi. Demak, o'sha meni kuzatib yurgan. Ha, 3 kun oldin turist bizning serverimizga, ya'ni qishloqning serveriga qo'shilib olibdi va meni kuzatib yurgan obunachilar. Ha, endi tushunarli bo'ldi. Nimaga men g'alati bo'lyapman desam, o'sha meni noma'lum shaxs kuzatib yurgan ekanda. Ha, xo'p, hammaga xayr obunachilar. Sizlar bilan men Kompot va keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Videoni olib oldim, endi uyga kiraman. Sen hali mendan qutula olmaysan, Kompot.